Mening ismim Ahror. Bir necha yil oldin hayotimda juda dahshatli voqealar sodir bo'lgan. Bugun sizga o'sha voqeani aytib bermoqchiman. Avvalo men shuni aytishim kerakki, men hech qachon mistika yoki turli yovuz ruhlarga ishonmaganman. 28 yoshdaman. Bolaligimdan sport bilan shug'ullanganman. Ayniqsa jangovar sambo va og'ir atletika bilan har ikkala sport turida ham yaxshi natijalarga erishganman. Bu sport turlarini biladiganlar tushunadi. Menda kuch ham, chidamlilik ham yetarli. Tez orada nega buni aytayotganimni tushunasiz. O'sha paytda men tergovchi bo'lib ishlardim. Men katta shaharda yashayman. Qaysi shahar ekanligini aytmayman. Chunki hikoya u haqida emas. Bizning shahardan taxminan 200 kilometr uzoqlikda kichik bir shahar bor. To'g'risini aytsam, bu shahar ham emas. Taxminan 10 ming aholili shaharcha. Shunday bo'ldiki, men xizmat safariga aynan shu yerga yuborishdi. Shaharchaga kelganimda meni mahalliy mehmonxonaga joylashtirishdi. Mening vazifam oddiy edi. Bir ishni tekshirib chiqish va politsiya aralashuvi kerakmi yoki yo'qmi, shuni aniqlash. Politsiya bo'limida menga ishning tafsilotlarini aytib berishdi. Masala shunda ediki, so'nggi bir oy ichida shaharchada odamlar vahshiylarcha o'ldirilayotgan ekan. Avvaliga hamma yovvoyi hayvon hujum qilyapti deb o'ylagan. Chunki jasadlar yirtib tashlangan va qisman yeyilgan holda topilgan. Ammo muammo shunda ediki, tanalardagi izlarga qarab, qaysi hayvon ekanligini aniqlab bo'lmasdi. Bu bo'ri ham emas, ayiq ham emas. Ko'proq yo'lbarsga o'xshardi. Ammo bu hududdagi o'rmonlarda hech qachon yo'lbars bo'lmagan. Yana bir g'alati narsa, hujumlar faqat tunda sodir bo'lardi. Oddiy yovvoyi hayvon esa kunduzi ham hujum qilishi mumkin. Shuning uchun mahalliy aholi quyosh botgandan keyin ko'chaga chiqmay qo'yishgan. Odamlar turli mish-mishlar tarqata boshlashdi. Vampirlar, jinlar, turli yovuz maxluqlar. Ammo jasadlar topilishi davom etardi. Ko'pincha qurbonlar ichkilikbozlar, uysizlar bo'lib chiqardi. Eng yomoni, birorta ham guvoh yo'q edi. Hech kim qotil kimligini bilmasdi. Yaqinda yana bir voqea bo'ldi. Bir yosh juftlik kechasi mashinada shaharcha bo'ylab sayr qilishga qaror qilishgan. Ular mashinada bo'lsa xavf yo'q deb o'ylashgan shekilli. Keyin esa politsiyaga vahimali qo'ng'iroq tushgan. Hujum bo'lgan. Men va yana 3 nafar qurollangan politsiyachi voqea joyiga yetib bordik. U yerga borganda dahshatli manzarani ko'rdik. Mashina yo'l o'rtasida park yonida turardi. Mashina shunday ko'rinishda ediki, go'yo bir og'ir narsa bilan urib tashlangan, boltalar bilan chopilgandek. Haydovchi tomondagi oynalar sindirib tashlangan edi. Eshik yonida esa hali sovimagan qon ko'rinardi. Mashina ichida biz vahimaga tushgan qizni topdik. U shunchalik qo'rqib ketganki, butun tanasi titrardi. U duduqlanib o'rmon tomonga ishora qildi. Mashinaning taxminan 30 metr narisida, daraxtlar yonida biz yigitning jasadini topdik. Manzara shunchalik dahshatli ediki, yigitning qorni yirtilgan, tomog'i parchalangan, qo'llari g'alati burchak ostida qayrilgan. Butun tanasi jarohatlar bilan qoplangan. Qizni tekshirdik. Ajablanarlisi shundaki, uning tanasida birorta ham tirnalish yo'q edi. Uni politsiya bo'limiga olib borishdi. Yigitning jasadini olib ketish uchun esa maxsus bo'lim chaqirtirishdi. Bo'limga kelgach, qizni biroz o'ziga keltirdik. Shundan keyin u o'sha tunda nima bo'lganini gapirib berdi. Uning aytishicha, u va uning yigiti mashinada o'tirib suhbatlashib borishgan. Atrof tinch bo'lgan, birdaniga hech qayerdan go'yo havodan paydo bo'lganidek mashinaning oldida baland, qorong'u, odamga o'xshash figura paydo bo'lgan. Uning ustida kapyushon bor ekan. Shuning uchun yuzini ko'rib bo'lmagan. Lekin kapyushon ostida ikkita juda katta, qo'rqinchli ko'z ularga tikilib turganini ko'rish mumkin bo'lgan. Yigit darhol mashina faralarini yoqqan. Ana shunda ular bir lahzaga uning yuzini ko'rishgan. Qizning aytishicha, u odamga o'xshamagan mavjudot ekan. Uning ko'zlari yorqin, sariq, mushuknikiga o'xshash qora chiqlarga ega edi. Terisi g'ayritabiiy darajada oqarib ketgan edi.
Eng dahshatlisi esa uning og'zi edi. Og'zi quloqdan quloqqacha cho'zilgan, ichida esa o'tkir tishlar bilan to'la. Keyin hammasi juda tez sodir bo'lgan. Bu mavjudot bir zarbada mashinaning faralarini sindirib tashlagan, so'ng mashinani atrofiga yugurib, uni ura boshlagan. Birdaniga haydovchi tomondagi oynalar chil-chil bo'lib singan. Shunda ichkariga uzun barmoqli, tirnoqlari o'tkir, rangsiz qo'l kirib kelgan. Bu qo'l yigitning bo'ynidan ushlab olgan. Qiz uni mashina ichida ushlab qolishga harakat qilgan. Ammo mavjudot shunday kuch bilan tortganki, yigit bir zarbada mashinadan uchib chiqqan. Keyin uni daraxtlar tomon sudrab ketgan. Qiz esa vahimaga tushib, darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilgan. Uning aytishicha, biz sirena bilan yaqinlashayotganimizda u o'sha maxluqning qorong'ulikda uzoqlashib ketayotgan siluetini ko'rgan. Bu voqeani eshitgach, politsiya bo'limi ikki fikrga bo'lindi. Ba'zilar qizning gaplariga ishonib, haqiqatdan ham qandaydir maxluq bor deb o'yladi. Boshqalar esa, jumladan men ham bunga boshqa izoh topishga harakat qilardik. Biz jinoyatchini sinchkovlik bilan tekshirdik. Itlarni ham olib kelishdi. Lekin bu ham yordam bermadi. 2 nafar jangovar nemis ovcharkasi olib kelingan edi. Ammo ular umuman kutilganidek harakat qilmadi. Ular o'g'irlab, politsiyachilar ortiga yashirinib, qochishga urinishdi. Bunday holat hammamizni juda xavotirga soldi. Go'yo ular nimadandir o'ta qo'rqayotgandek edi. Qotil esa xuddi suvga tushib ketgandek g'oyib bo'lgan. Hech qanday izi yo'q. Ehtimol bu park ortidagi o'rmonga kirib ketgan bo'lishi mumkin. O'rmon katta emasdi. Lekin agar biz hatto parkning o'zida ham hech narsa topa olmagan bo'lsak, o'rmonda nima topishimiz mumkin edi. Shunda biz tuzoq qo'yishga qaror qildik. Keyingi bir necha kun davomida hammasi tinch o'tdi. Politsiyachilar shaharning turli joylarida o'yloqchi qo'yishdi, ammo hech qanday natija bo'lmadi. O'sha juftlik bilan sodir bo'lgan voqeadan keyin odamlar hatto kunduz kuni ham ko'chaga chiqishdan qo'rqib qolishdi. Shunda biz qotilni tutish uchun tirik o'lja kerak degan qarorga keldik va o'lja rolini men bajarishimga to'g'ri keldi. Chunki qolganlarning ko'pi qo'rqib ketgan edi. Biz maxluqni parkda tutishga qaror qildik. Quyosh botishdan 1 soat oldin politsiyachilar parkning 2 qarama-qarshi tomonidan yashirinishdi. Park kichik bo'lgani uchun ular meni har ikki tomondan ham yaxshi ko'rishlari mumkin edi. Agar nimadir sodir bo'lsa, ular yarim daqiqada menga yetib kelishardi. Va nihoyat qorong'u tushdi. Qorong'u tushganidan 1 soat o'tdi, ammo hech narsa sodir bo'lmadi. Men o'rmon tomonga olib boradigan yo'lak bo'ylab yurib borayotgan edim. Birdaniga xuddi havodan paydo bo'lgandek, mendan taxminan 10 metr narida o'sha figura paydo bo'ldi. Qiz aytib bergan aynan o'sha mavjudot. Parkdagi xira fonuslar sabab uning yuzini aniq ko'rish qiyin edi. Men darhol qo'llarimni cho'ntakdan chiqardim. O'ng qo'limda to'pponcha, chap qo'limda esa fonar bor edi. Men qurolni unga qaratdim va fonar nuri bilan yuzini yoritdim. O'sha lahzada butun tanamni muzdek dahshat qamrab oldi. Qiz aytgan tasvir mutlaqo to'g'ri edi. Menga qarab ulkan sariq ko'zlar tikilib turardi. Ularning qorachiqlari mushuknikidek edi. Fonar nurida xuddi mushuk yoki it ko'zlari kabi yaltirab turardi. Terisi o'liknikidek oqarib ketgan. Burni umuman yo'q. Og'zi esa quloqdan quloqqacha cho'zilgan, ichida esa xanjardek o'tkir tishlar bor edi. Qo'llari ham odamnikiga o'xshamasdi. Uzun, tirnoqli panjalar deyarli tizzasigacha tushib turardi. U butunlay yirtiq yamoq kiyimlarga o'ralib olgan, boshida esa kapyushon bor edi. Men hali tepkini bosishga ulgurmay, u bir lahzada menga yaqinlashdi va to'pponchani qo'limdan urib tushirdi. Men darhol o'zimni yig'ib oldim va bor kuchim bilan uning yuziga musht tushirdim. Lekin zarba shunday tuyuldiki, go'yo daraxtni urgandek bo'ldim. Men yana zarba bermoqchi bo'ldim. Ammo shu zahoti u javob qaytardi. Maxluq meni bo'ynimdan ushlab ko'tarardi va bu bir zarbada bir necha metr nariga uloqtirdi.
Mening sport tayyorgarligim ham, vaznim ham bu yerda hech qanday ahamiyatga ega emas edi. U uchun men patdek yengil edim. Men tezda o'rnimdan turdim. Shunda to'pponcham bir necha metr narida yotganini ko'rdim. Men darhol u tomon yugurdim. Endi qurolni qo'limga olganimda birdan yelkamga o'tkir og'riq sanchildi. Men tushundim. U meni tirnoqlari bilan ushlab olgan edi. Men burilib uning changalidan zo'rg'a qutuldim va darhol o'q uza boshladim. Shu payt yordam ham yaqinlashib kelayotgan edi. Politsiyachilar yetib keldi. Maxluqqa qarata o'q uza boshlashdi. Shunda shunday dahshatli bo'kirdiki, unday ovozni men hatto eng qo'rqinchli filmlarda ham eshitmaganman. Bu uzun, dahshatli qichqiriq edi. Keyin u birdaniga pastga sakradi. G'ayriinsoniy darajada katta sakrashlar bilan o'rmon tomon qochib ketdi. Biz esa uning ortidan quvishga ham jur'at eta olmadik. Biz shunchaki qotib qolgan edik. Axir biz unga kamida 10 ta o'q tekkizgan edik, ammo unga deyarli hech narsa bo'lmagandek edi. O'sha payt hammamiz bir narsani tushundik. Bu na oddiy odam va na oddiy hayvon edi. Va oddiy qurollar bilan uni to'xtatish imkoniyati yo'q edi. Shundan keyin shaharchada komendantlik soati joriy qildi. Kechki soat 10 dan keyin ko'chalarda faqat patrul mashinalari yurardi. Yaxshiyamki yoz edi. Shuning uchun qorong'u ham kech tushardi. Ommaga esa seriyali qotil paydo bo'ldi deb e'lon qildik. Albatta, hech qanday g'ayritabiiy tafsilotlar aytilmadi. Men esa boshliqlarimga darhol qo'ng'iroq qilib yordam so'rashga shoshildim. Axir men ularga nima deyman? Kichkina shaharda butun politsiya bo'limi bir qotilni tutolmayapti deymanmi? Bo'lim ham kichkina emas edi. Haqiqatni aytsang esa darhol ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yuborishlari aniq. Shuning uchun bu voqeaning asl haqiqatini faqat o'sha kuni poyloqda bo'lgan 4 nafar politsiyachi bilardi. Ularning ismlarini aytmayman. Bizni bir nechta savollar qiynardi. Bu kim yoki nima? Qayerdan kelgan? Uni qanday yo'q qilish mumkin? Kichik kalibrli qurollar unga deyarli zarar yetkazmayotgani aniq edi. Ehtimol boshiga aniq tekkizsak foydasi bo'lar, lekin qorong'ida aniq nishonga olish juda qiyin. Yana bir savol bor edi. Uni qayerdan topamiz? Biz taxmin qildikki, u o'rmonning ichida yashaydi. Shunda qaror qildik. O'rmonning har bir metrini tekshiramiz. Har bir butani, har bir burchakni ko'zdan kechiramiz. Uni topamiz va yo'q qilamiz. Biz tong otishi bilan yo'lga chiqdik. Bu safar faqat to'pponcha emas, balki miltiqlar bilan ham qurollandik. 5 kishi edik. Avvalgidek mashinani o'rmon chetida qoldirdik va piyoda ichkariga kirdik. Ammo o'rmon bo'ylab uzoq yurishga to'g'ri kelmadi. Yo'limizda eski bir kulba paydo bo'ldi. U tashqi ko'rinishdan butunlay tashlab ketilgandek ko'rinardi. Biz ortiqcha shovqin qilmay, qurollarimizni tayyor holga keltirdik va kulbaga yaqinlashdik. Eshikni asta ochib, ichkariga qaradik. Ichkari oddiy eski uy. Katta pech, yog'och o'rindiqlar, dumaloq stol turardi. Va o'sha stol yonida bir kampir o'tirardi. Hamkasblarimdan biri uni ko'rib, sekin so'kinib yubordi. Kampir juda eski kiyimlarda edi. Boshida naqshli ro'mol, uning ostida iflos oq sochlari chiqib turardi. Biz ichkariga kirib undan so'radik. Siz kimsiz? Nega bu yerda yolg'iz yashayapsiz? Sizga yordam kerakmi? Ammo kampir bizga umuman e'tibor bermayotgandek edi. Biz hatto uni ko'r va kar deb o'ylab qoldik. Shu payt u birdaniga xirillagan, jirkanch ovozda gapirdi. U hatto qandaydir xursand bo'layotgandek edi. Qanday yaxshisizlar, kelibsizlar. U aynan hozir och edi. Shundan keyin kampir vahshiyona kulib yubordi. O'sha paytda men kulbaning burchagida yarim ochiq podval eshigini payqab qoldim. Podval qorong'u edi. Ammo o'sha qorong'ulik ichidan ikkita ko'z menga tikilib turardi. Ular qorong'uda ikki sariq chiroqdek yaltirardi. Mening tanam go'yo falaj bo'lib qolgandek edi. Men qimirlay olmay
O'sha ko'zlarga qarab turardim. Menga go'yo butun bir abadiyat o'tib ketgandek tuyuldi. Birdan kimdir yelkamdan tortib yubordi. Men orqamga qaradim. Hamkasblarim mening yuzimga qarab, nimadir noto'g'ri ekanligini darhol tushunishdi. Keyin esa hech kim kutmagan voqea sodir bo'ldi. Kampir birdaniga yengidan pichoq chiqarib, eng yaqin turgan politsiyachining yelkasiga sanchdi. Boshqa politsiyachi esa o'ylab ham o'tirmasdan miltiq bilan kampirni otib tashladi. Kampir devorga urilib yiqildi. Uning ichki a'zolari devorga sachrab ketdi. Ammo aynan o'sha zahoti podval ichidan o'sha maxluqning dahshatli qichqirig'i eshitildi. Podval eshigi gumburlab uchib chiqdi va shiftga urildi. Keyin voqealar shu qadar tez sodir bo'ldiki, biz nima bo'layotganini anglashga ham ulgurmadik. Maxluq o'z yashirin joyidan chaqmoq tezligida sakrab chiqdi. Maxluq podvaldan g'ayritabiiy tezlik bilan sakrab chiqdi va mening hamkasblarimni parchalab tashlashni boshladi. Politsiyachilardan biri hatto qurolini ko'tarishga ham ulgurmay, bir lahzada boshi tanasidan uzilib ketdi. Bo'ynidan otilib chiqqan qon favvoradek atrofga sachrardi. Biz unga qarata tinmay o'q uza boshladik, ammo bu maxluq politsiyachilarni o'ldirishda davom etardi. O'qlar tanasiga tekkanda u faqat qaltirar, g'azab bilan irillardi xolos. Uning harakatlari g'ayritabiiy edi. U bir tomondan g'alati tarzda harakatlanardi, lekin shu bilan birga nihoyatda tez edi. Shu sababli unga aniq nishonga olish qiyin edi, chunki u uzayotgan hamkasblarimizni ham urib qo'yishimiz mumkin edi. Kulba ichida haqiqiy qonli qirg'in boshlandi. Maxluq cheksiz g'azab bilan odamlarni parchalab tashlardi. Men boshqalarning orqasida turgan edim. Shuning uchun o'sha jahannamning birinchi soniyalaridayoq o'lib qolmadim. Oradan bir necha soniya o'tib, biz atigi 2 kishi qoldik. Maxluq oxirgi qolgan politsiyachini ushlab oldi. Men uni qutqarishga harakat qildim, ammo maxluq meni ko'kragimdan kuchli zarba bilan itarib yubordi. Men yerga yiqildim. U esa o'sha bechorani yerga bosib oldi, ichki a'zolarini yulib chiqara boshladi. Men zo'rg'a miltiqqa yetdim. So'ng deyarli yaqin masofadan uning jirkanch yuziga ketma-ket 3 marta o'q uzdim. Maxluq orqaga otilib ketdi va xirillab yerga quladi. Men o'rnimdan turib, unga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdim. U chalqancha yotardi. Miltiq o'qidan uning boshining o'ng tomoni deyarli uchib ketgan edi. Ammo hayratlanarlisi, u hali ham tirik edi. Men miltiqni qayta o'qladim va yana o'q uzdim. Yana va yana. Men o'qlar tugamaguncha unga qarata o'q uzishda davom etdim. Shundan keyin atrofga qaradim va birdan tushundim. Tirik qolgan yagona odam men edim. Ammo qo'rquv meni tark etmasdi. Men maxluq tanasini o'qlar bilan teshib tashlaganman, ammo baribir u yana tirilib ketishidan qo'rqardim. Shuning uchun boshqa qaror qabul qildim. Men kulbani yoqib yubordim. Shunda bu dahshat abadiy tugaydi deb o'yladim. Kulbani ko'zdan kechirdim. Men uni yoqish uchun hech qanday yonuvchi narsa topmadim. Shunda birdan o'rmon chetida qoldirilgan mashinam esga tushdi. Mashinada benzin va zажигалка bor edi. Men kulba eshigini yopdim va yonidagi og'ir yog'och bilan tambalab qo'ydim. So'ng mashina tomon yugura boshladim. Bu yerga yugurib borish taxminan 10 daqiqa vaqt olardi. Mashinamdan kerakli narsalarni olib, yana kulbaga qaytdim. Bu safar eshikni ochmadim. Men kulbaning barcha devorlariga benzin bilan sepib chiqdim. Keyin zажигалка orqali yoqdim. Kulba bir zumda quruq shox-shabba kabi alanga oldi. Men esa yonayotgan kulbaga qarab turardim. Olov kulbani o'rab olayotganini ko'rib, ichimda g'alati yengillik paydo bo'ldi. Chunki men nihoyat bu dahshat tugadi deb o'ylagandim. Ammo voqea shu bilan tugamadi. Keyin bir necha oy davomida meni so'roqlarga, sudlarga chaqirishdi. Oxir-oqibat meni politsiyadan bo'shatishdi. Aslida bu men uchun unchalik muhim emas edi. Chunki men o'zim ham u yerda ishlashni endi istamasdim. Eng qo'rqinchli narsa esa boshqa edi. Ular meni 4 nafar politsiyachining va bir kampirning o'limida ayblashga harakat qilishdi. Tushunyapsizmi? Kulba kul bo'lib ketganda u yerda faqat ularning jasadlari topilgan.
Mahluqning jasadi esa topilmagan. Demak, u qandaydir tarzda tirik qolgan bo'lishi mumkin va bu meni hanuzgacha qo'rqitadi. Agar bir kun u meni topib, qasos olishga harakat qilsa-chi? Kanalni qo'llab-quvvatlash uchun like bosing, kommentariy yozing va kanalga obuna bo'ling.